Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan. O'zimizning fermamizdan olib boryapmiz. Bugungi syomkamiz buqalarimizni bir qator hammasini ko'rsatamiz va Andijon ko'rimda baqilayotgan buqamizni so'rashayotgan edi. O'shani ham ko'rsatamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin like tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turishingizni so'rab qolamiz. Bugungi sanamiz 28-yanvar hafta kuniga chorshanba. Hurmatli obunachilar, Andijon ko'rimda hozir Andijon ko'rimni birinchi ko'rsatib beraylik. Mana shu qopda bo'ladi. Ko'ryapsizlar. Hozir ochib qo'yganmiz, ko'rsatamiz ichini ham. Andijon ko'rim 40 kilolik bo'ladi, mana. Xudo xolasa effekti bilindi. Ancha yaxshi. Mana. Hozir qolgan buqalarga ham hammasiga berib ko'rsatamiz ozgina-ozginadan. Mana bu yerda ichida shunaqangi bunaqada bo'ladi. Mayda holatda bo'ladi. Keyin buni granula holatdagisi ham chiqyapti ekan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastlabkilarini ham qilib berishadi. Ko'proq olaman deganga. 4800 so'm atrofida. 4800 so'm deb narx chiqarilgan. Endi dastlabkilarni kelishiladi. Hozir buqalarimizni bir qator hammasini ko'rsatib beramizda, o'zgarishiga baho berasizlar. Albatta hurmatli obunachilar, Telegram gruppamiz ham bor. Telegram gruppamizga ham qanday obuna bo'lishni hozir ko'rsatib beramiz. Yana ko'pchilik savol jo'natibdi. Andijon ko'rimda baqayotgan mollaringizni ko'rsatinglar deb. Ularning effektini yana bitta naqa qilamiz. Nima deydi? Sinab ko'ramiz. Mollarda bir 4 tasini tortamiz. Tez kunlarda xudo xolasa havolar yaxshi, mana yerlar ancha qurigandan keyin 4 ta molni tortib oyiga qancha qo'shadi o'sha Andijon ko'rimda hamma videolarini iloji boricha qo'yamiz. Xudo xolasa videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, ana shu birodarlarga ham jo'natib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Mana buqalarimiz hozir yemini yeb bo'lgan, ertalabki yemini yeb yotish arafasida. Sekin-sekin bitta-bitta yotishyapti. Mana bu yerda Qirg'iziston buqamiz 2 dona qolgan. Bu ham yeyishi zo'r, xudo xolasa zo'r. Shu. Orqalardan ko'rsatib qo'yaylik. Qirg'iziston buqasidan 2 dona qolgan. Bu Qirg'iziston emas, bular rossiyskiy buqalar. Xudo xolasa menimcha sementalga gibrid hammasidan ko'ra bizning fermamizda yaxshi o'zgarayotganga o'xshayapti. Haligi akalar o'zgarmayotgan buqamiz edi. Polvon cho'zilib zo'r ketyapti. Bular jaydari buqalar akalar. Mana bu yerda Qirg'iziston buqasini ikkinchisi qolgan. Haligi 15 million dan olganmiz-ku. Videolari ham bor. Messi laqabli buqamizni billa kelgan ashum bilan. Xudo xolasa mana yog'siz semirgan bu. Mana bular 24 milliondan olingan, 6 oycha bo'lib qoldi. Shu. Polvon. Bu sementalga gibrid bo'ladi. Mana Andijon ko'rimda baqilayotgan novvosimiz yaltirab turibdi.
Görüyorsunuz, nargisi Andijon ko'rimida baqilayotgan buqamiz. Chu. Keyin bunisi ham bor. Uchinchisi ham bor edi. Uchinchi buqamizni ashi oyog'iga dorilarni qo'ydik. Sekin tuzalyapti. Mana polvonimiz. Andijon ko'rimida baqilayotgan buqamiz. Mana shu holatda Xudo xolasa o'zgarishi zo'r. U Andijon ko'rimda xolasanglar uytib, xolasanglar silyotka sepib yo o'zini bersanglar ham bo'laveradi bemalol. Bunisi ham zo'r o'zgaryapti. Bunisi shu. Buni ham oyog'i og'rib qolgan edi. Lekin buni unchalik bildirmayapti. Shu. Og'rimidi. Bu o'sib ketyapti lekin. Mana bu yerda 24 milliondan olganmiz 6 oy bo'lgan. O'sha buqalarni ko'rsatamiz. Narigi tomonda sementalli gibrid bitta katta turadi-yu, o'sha bularning sherigi. O'zgarishiga baho berasizlar. Xudo xolasa bular Rossiyadan kelgan buqalar. Bunisi ham o'sha rossiyskiy. Ko'z tegmasin, yaxshi yashurdan keyin ancha zo'r o'zgaryapti buqalar. Ko'piga yashur tekkan edi. Mana bu yerda 2 dona Grenford buqamiz ham bor edi. Buni ham o'zgarishiga baho beringlar. Malades. Arka tomonlardan ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa 500 kiloga yaqinlashib qoldi bular. Bu kalmik buqamiz o'ta dahshat ketyapti. Yonga ketyapti, endi qo'yaverasizlarni. Telefonda kichikroq ko'rinib qolyapti ekan, hurmatli obunachilar, ko'pchilik aytayapti. Telefoningizda kelishyapti obunachilar, telefonda ancha kichkina ko'rsatar ekan telefoningiz deb. Xudo xolasa kunlar ham chiqib ketdi. Quyoshlar chiqib, qorlar erishni boshladi. Bular ratsionlarini aytamiz. Ratsionlarini videolari ham bor. Kirib kanalimizga kirsanglar, ko'rsanglar bo'ladi. 2 mahal rejimda baqiladi. Asosan silyoska somonni aralashtirib beramiz. Keyin granulani uyutib beryapti. Ko'pchilik biladi. Granulani uyutib hozirgi kunda ham hozir suv sovuq bo'lgani uchun suvni isitib yutyapmiz. Bunaqangi holatda buqalarimiz. Keyin obedda suv beramiz. Hozir Andijon ko'rimida yemimizni mollarga berib ko'rsatamiz. Talablarga binoan yeyishiga baho berasizlar. Qani qanday yeydi ekan? Sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Mollarimiz iloji yo'q, yotganlarni turgizamiz. Turgizib hozir yemni boshlaymiz. Yemni berishdi. Bu paqillarga solamiz. Keyin mana cho'mishda ustalarda cho'michi bor. Mana bu cho'mishda 2 tomoniga bittadan chachib ko'ramiz. Sinamoqqa ko'rsatamiz. U yemda 100 kiloga 1 kilo 100 dan to'g'ri kelar ekan. Bu Andijon ko'rimda 100 kiloga 1 kilo mo'ljallanaveradi. Tilik vazniga 4800 dan ekan. Hozir yemni berishni boshlaymiz.
Hurmatli obunachilar, hozir buqalarimizga berib ko'rsatamiz anaqasini, yemini, Andijon ko'rimni. Ortiqali bizga ortiqali yordam beradi. Ikkita paqirga solamiz. 10 tarib qo'ysang ham bo'laversa kerak yo qiyin bo'lib qoladi. Bo'ldi. Keyingisi. Hozir qani yeyishlarga baho berasizlar. Buni natijalarini, to'liq variantini videolarini qilamiz. Mollarni tortamiz. O'shanda men bittasini olaman. Ikkitasiga bitta solsang bo'ladi. Tezda solib ketaveramiz. Prosta yeyishini ko'rsatib bersak bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana yeyishiga baho berasizlar. Mollar zo'r. Asha ikkitaga bitta tashlab ketaversan ortiqali. Andijon ko'rim. Tur. Ush. Tur. Xudo xolasa yeyishi zo'r. Natijasi baribir hurmatli obunachilar, yana bitta narsa aytamiz. Ko'rinishiga anaqa qilmaydik, tortib ko'rsatamiz. Kommentariyada fikrlar bildirib o'tinglar. Xudo xolasa tez kunda bularni tortib, o'shga. Bakalım. Bittasi bo'shadi. Keyingisiga. Birinchi partiyamiz 20 talik joyimiz. 22 talik. Oh, молодец. Polvon. Ortiqali kelganda bunga ko'proq solib qo'y. Bu kattarog'ida. Yana bitta to'ldirib solib qo'y. Yetmasa yana olib kelaveramiz. Bo'ldi, akalar, mana salkam 700 kilolik buqamiz ham yeyapti. Nimadir bo'pti-da bunga. Silyoslarni oshirib qo'yibdi. Yana bitta olib kelasan? Ortiqali, молодец. Zo'r. Bitta olib kelsang yetar ekanda? Bir paqir yetadi. Ha, to'ldirib olib kelaver, yetadi. Shunaqangi holatda mana. Mana yana bitta 700 kilo, salkam 700 kilo buqamiz. 700 kilodan oshiq chiqishi ham mumkin. Onlar ham xudo xolasa to'q qoringa ham yeyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kerak bo'lsa.
Oddiy g'aliz sop kelguncha yalab bo'lishibdi. Tamam, endi asosiysi rossiyskiy buqalarimizga oldiga ketyapmiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Молодец. Tur sen ham, tur. Hush. Tur. Tur. Молодец. Qonun to'q holatida yeyapti. Vo, bular zo'r yuboryapti. Ha. O'sha buqamiz. Mana ko'ryapsizlar, chimsalanib yeyapti bu molimiz. To'g'risi, ishtahalari ham yaxshi emas. Buni отдельный dorilar qilamiz. Ishtahasi va boshqalariga. Asosiysi oyog'ini yaxshi tuzatishimiz kerak. Hozir o'rab qo'yilgan. Yana 2 kundan keyin doktor keladi. Boshqatdan yana tuzatib qo'yiladi haligi. Dorilarni surkab qo'yiladi. Yetdimi? Qani? Bo'lmi? Gap yo'q. Mana polvonlarimiz, xudo xolasa, zo'r. Hurmatli obunachilar, mana buqamiz kecha yechilib ketgan ekan. Shuning uchun bironta joyda ko'p yeb qo'yibdik ovqatni mana. Bu yerda granulamizni qolib ketibdi mana. Granulamizni ham yemabdi. Bunga endi gastravit ichirib boramiz. O'sha ko'p yeb olibdi-da, shuning uchun. Yoki oq yog' ichirish kerak. Yana bir qator fonli buqalarimizni ko'rsatib ketamiz. Yeb bo'ldi. Bu polvonlarim. Tek. Xudo xolasa zo'r. Buqalarimiz yaxshi, ishtahasi zo'r. Menimcha savollar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar. Nimaki savol bo'lsa ham yozaveringlar bemalol. Shu chorvaga doir bo'lsa. Albatta qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Yana bitta narsa, ko'pchilik so'rayapti, sut yo'nalishini. Sut yo'nalishida ham bitta video qiling deb. Sut yo'nalishiga ham boramiz tez kunlarda. Albatta shu videolarimiz like'lari qancha ko'p bo'lsa, shuncha tezroq boramiz, iloji boricha. Boshqa fermalarga ham. Oxirlarni ko'ryapsizlar. Chista yalab qo'yishibdi. Mana bu buqamiz ko'pchilikda bo'lishi mumkin. İp chaynaydi. Shuning uchun zanjir qilib qo'yganmiz bo'yniga. İpini o'rniga. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.